12 Kasım Kırgızistan Celalabad şehrindeki Uygurlar, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türk halkının desteğiyle Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni anma ve kutlama günü kutlandı. Celalabad Oblast İttifak Cemiyeti'nin reisi, bugünü kutlamak ve anmak adına gelen herkese çok teşekkür ettiğini bildirdi. Ayrıca Kırgızistan Cumhuriyeti Uygurlar İttifak Cemiyeti Başkanı konuşma yaptı. Hürmetli kadırdan milletimiz Türkiye sistemindeki tutallar bugün birleşip hammanla bugünkü gün 3. noyabrda Celalabad şehrinde Celalabad şehrinin İğarım Dökülü Prezidentin İğarım Dökülü Abdüsattar Sırgabayev şehir meri Ormokov Ernest Bey 3. noyabr günü şu tarih hem de represiyada ötketken ata buvalarını yat alıp şu işgallarını ötkazdı. Biz şunga münasebet qo'shimcha qilib şu 12. noyabr tariximizda bo'lib o'tgan bu tarix yezilib qolgan şu tarixda 1933 yılı 90 yıl bo'ldi. 1944 yılı 79 yıl mudun Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini tashkil bo'lgan şu Cumhuriyetni ota-bobolarimiz harakat qilib kelajak avlodlar uchun deb qurgan Cumhuriyet bugün bayramı qanday bo'lsin bayram deymiz, lekin qalbimizga bir jignalar sanchinib turib turdi. Çünkü o'zinglar bilasizlar, shuning uchun biz bu Cumhuriyet Sharqiy Turkiston bayramini biz albatta ko'nglimizda to'g'risida xotirlab 2017 yildan beri shuni inshaalloh tarixiy voqea bo'lib xotirlayapmiz. Çünkü Kırgızistan'da yaşayotgan ko'p millatlik halkımız, yani Türkiye sistemidagi halkımız, yani Kırgız bo'ladimi, Uyg'ur bo'ladimi, O'zbek bo'ladimi, Türk bo'ladimi, tojik bo'ladimi, qaysi tatar bo'ladimi, hamma Türkiye sistemidagi tuqqanlarimiz o'zinglarga ma'lum bo'lgandek repressiyaga, ahvoliga tushib qolgan bu tarix, bu yezilib qoladi ekan, bu tarixdan qocholmaymiz ekan. Shu qatorda bizning shu 79 yil mudon, 90 yil mudon Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti tiklanib, shu repressiya bo'lgan ota-bobolarimiz bor. Shularni shu munosabat bilan biz shuni jamoatchilik harakat qilib, shuni harakatga o'tkazyapmiz. Sizlarga kattadan katta rahmat. Mana diaspora yetakchilari hammalari bu yerda qatnashib, o'tgan yod etib, duoyi salomlar bilan, xayr duolar bilan, Qur'on tilovatlari bilan yo'qlab kelibsizlar. Sizlarga kattadan katta rahmat. Albatta bu Qirg'iziston Cumhuriyetida yashayotgan hamma bir tuqqan bo'lgan Turkiy sistemidagi qarindoshlarimiz bundan keyingi avlodlari tinch omon bo'lsin, beshiga hech qanday bu repressiya degan narsalar tushmasin, boshqa ko'rmasin, shu ko'rgani oxirgisi bo'lsin. Bundan buyog'iga Xudoyim buyursa hamma Turkiy sistemidagi tuqqanlarimiz negizimiz bir, to'mirimiz bir, hammamizning niyatlarimiz, maqsadimiz bir. Alloh nasib etsa mana Uyg'ur jamoatchiligi Kırgızistan'da yaşayotgan butkul hamma Uyg'urlarimiz Kırgızistan'dagi millatlar qatori astoydil bel bog'lab Kırgızistan, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon degandek shu Cumhuriyet bo'lishligi uchun harakatni qilgan, bel astoydil bog'lab, xursand bo'lib xizmatni qilgan. Şu qatorda sizlarga kattalar rahmat. Allah nasib etsa Uyg'ur tuqqaninglarni qatorida turibdi. Sizlarni duoyi xayrlaringlar bilan inshaalloh Uyg'ur tuqqanlarimiz, hamma millatimiz o'zlarini qalbisini to'g'risida saqlayotgan maqsadlariga yetishlik uchun sizlardan iltimos qilamiz. Duoyi xayrlarni qilishingiz uchun sizlarga kattadan katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kırgıziston omon bo'lsin. Ülke rivojlanib, hamma Türkiye sistemidagi tuqqanlarimiz bir bo'lib, un bo'lib, do'stona munosabatimiz davomiy bo'lib, Alloh taolo hammalarimiz o'ylagan maqsadlarimizga yetishligini nasib ro'za aylagan bo'lsin. Hammanglarga kattadan katta rahmat. Omon bo'linglar, yaxshilik kunga ko'raylik, umlikda, birlikda yana astoydil belimizni bog'lab Qirg'izistondagi hamma tuqqanlarimiz uchun davomiy xizmat qilishingizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozirgi so'zni bizning ex prezidentimiz Qirg'iziston Respublikasi ittifoq
diasporasının ex-prezidentimiz Abdülkadir Abdurrahman Üçlük sözü verilen tebrik sözleri. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı bugünkü Cumhuriyet Bayramı'ndan çok kalbimden tebriklerim. Bugün sizlerle layık olup, şu 3. ayağıda Kırgızistan bölümümüzde şu çoğunlar ötüp ketken çoğunlarımızın eslaş günleri bilen bugün bizimki şu Cumhuriyet Bayramı'na robot gelip şularını islavatsınlar. Allah'ın razı olsun. Bizimki atıbulularımız can vergen şu davalarda ütüp ketken atıbulularımızın isletmeler bugün sizler oturup durmalarına tutmuşlar. Allah'ın razı olsun. Bizim o Meşe'de, Antalya'da bizimki cemaatçiliğimiz bugün bu bayramlarını inşallah oturmaz. Allah bilirsin nasip olsa sınırda işimiz, yüzümüzde, kalbimizde var, üretimimiz, isimizde, neticesi, annemizi bilemiz. Şunun için onlara ben bugün sizlerin şu bayramını ötküzüp, muşlarcıkın onlara çok rahmetimizi bilmem. Allah'ın onlardan razı olsun. Aman bulunlar, görüştükçe aman olayım. Rahmet olsun.